İbrahim alayhissalomning Hajar onamiz bilan o'yilinishi. İbrahim alayhissalomning Sara onamizdan bolasi bo'lmadi. Yeshimo cho'ngib qoldi. Sara onamiz joriyasi bo'lgan Hajarni ozod qilib, İbrahim alayhissalom bilan o'ylandirdi. Shuning bilan Hazrati Ismoil dunyoga keldi va nuri Muhammadi Ismoil alayhissalomga ko'chdi. Sara onamiz bu nurni o'zidan ko'chidi deb o'ylagan edi. Buning bilan ko'ngli yerim bo'lib, İbrahim alayhissalomdan Hajarni boshqa bir yerga olib qo'yishni aytdi. İbrahim alayhissalom Allohning amri bilan Hajar onamiz va o'g'li Hazrati Ismoilni odamzod bo'lmagan Makkaga ilib keldi. Jibril alayhissalom uningga rahbarlik qildi. Makkaning joylashgan yeriga kelganida, İbrahim, oilangni bu yerga yerlashtirgin", dedi. İbrahim alayhissalom, "Bu yer ziroat va hayvonchilik qilishga yaramaydi", deganida Jibril alayhissalom, "Ha, lekin bu yerdan sening o'g'lingning nasldan ummiy bir payg'ambar chiqadi va al-kalimatul ulya, ya'ni eng ulug' so'z bo'lgan tavhid uning bilan boshlanadi", dedi. Bu haqda İmam Buxoriyning Ibn Abbas radhiyallohu anhudan qilingan rivoyati mundoq. İbrahim alayhissalom Hajar onamiz va imitayotgan bolasi İsmoil alayhissalomni Makkaga ilib berib, kelgusida itilib chiqadigan Zamzam quduqining yanida bir quruq daraxtning ostida yeniga bir savat xurmo va bir tulum suv bilan qo'yib ketdi. Hajar onamiz orqasidan tovlab, "Bizni bu yerga tashlab ketishing Allohning amri bilanmi?" dedi. İbrahim alayhissalom, "Ha", deb javob berdi. Hajar onamiz taslimiyat va tavakkul bilan, "Undaq bo'lsa, Rabbim bizni saqlaydi", deb İsmoil alayhissalomning yiniga qaytdi. Hajar onamiz va İsmoil alayhissalom ko'zdan g'oyib bo'lganida İbrahim alayhissalom qo'llarini ko'tarib mundaq duo qildi. "Parvardigorimiz, avlodimning bir qismini, ya'ni balam İsmoil bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin" deb sening hurmatlik uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Parvardigorimiz, bir qism kishilarning dillarini ularga mayl qilgin, ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergin. O'z vaqtida Ibrohim, "Parvardigorim, bu yerdagi, ya'ni Makkani tinch shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin", dedi. Alloh kafir bo'lgan odamdanmi rizqdan ozg'ini muddat, ya'ni hayotligida bahramon qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman, dedi. Bu nima degan yomon oqibat? Alloh taolo inkor qilganlar uchunmi dunyoda ularni rizqlantirib, dunyo ne'matlaridan xohlagancha foydalanish imkoni beradi. Shu holda dunyo ne'matlariga erishish dindorlik bilan munosabatsiz bo'lib, u mu'minlarga-mu, kofirlarga-mu beriladi. Dunyo ne'matlari bir imtihondir. Yaxshi yomon bo'lishi natijasiga bog'liqdir. Mol dunyosi va qobiliyati Allohga qulluq qilishga vasila bo'lsa, u zaman bu ikki dunyo saodatidir. Lekin ozg'unlik va yomonlikqa sabab bo'lsa, abadiy hayotini vayron qilib, falokat kelib bordi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning duosini qabul qildi. Bu duo vasilasi bilan haj va umr bo'lgan mu'minlarning ko'ngillari bu shaharga muhabbat bilan to'lib, ruhiy jihatdan huzur olmoqda. Bu sop shahar barakatlik bo'lib, xurmo va boshqa mevalar bilan to'lib tishyotdi. Bulubmi İbrahim alayhissalomning bu duosi u yerdan Zamzam suyining chiqishiga vasila bo'ldi. İbrahim alayhissalomning ilib kelgan bir tulum suyi tugidi. Hajar onamiz Safa va Marva egizligi orasida 7 qatim yugurdi. Bu ikki egizlik orasi 400 metr keladi. Hajar onamiz bir tarafdan yugurib, bir tarafdan Hazrati Ismoilga qaradi. U yerda inson emas, uchar qushmi yo'qdi. Hech bir yerda hayotlikning izlari ko'rilmadi. Hajar onamiz Marva egizligi ustida ishgan, o'rningda jim turib, yaxshi angla, degan bir ovoz keldi.
Bu Cibrilning ovozi edi. Hajar onamiz darhol ovoz kelgan tarafga qaradi. Jibril alayhissalom davomlashtirib: "Sizlar har narsaga qodir bo'lgan Allohga omonat. Qandoq qilarmiz deb andish qilmanglar. Shu yer Baytullohning o'rni. U uyni shu bovoq bilan dadisi bilan birlikda bino qiladi. Alloh taolo bu uyning egisini o'zi saqlaydi", dedi. Hajar onamiz bu xitobni anglagandan keyin o'g'lining yiniga keldi. İsmoil alayhissalomning oyoqlarining ostidan suv etilib chiqdi. Hajar onamiz intayin xush bo'lgan holda Rabbiga shukr qildi. Suvning tugab ketishidan qo'rqib, qum bilan atrofini etib ko'lchak qildi. Suvga to'xta ma'nosida bo'lgan Zamzam dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Alloh İsmoilning onasi Hajarga rahmat qilsin. Agar u Zamzamni o'z holiga qo'yib berib, atrofini atmagan bo'lsa edi, haqiqatan Zamzam davomli oqqan bo'ladi. Tavakkul va taslimiyatning mevasi bo'lib etilib chiqqan bu suv qiyomatgachilik ummatga shifo bo'lib oqidi." İbrahim alayhissalom va Hajar onamiz taslimiyatning natijasida buyuk barakatga erishdi. Bu barakatning boshqa bir ko'rinishi Hajar onamizning Safa va Marva orasidagi yurish. Sa'ining qiyomatgachilik qilinadigan butun haj va umr ibodatlari uchun bir prinsip bo'lgan holda davomlashishidir. Ona bola ikkisi qurg'oq va hech kim bo'lmagan bu yerda hayot kechirdi. U yerdan o'tayotgan Jurhum qabilasi bir qushning davomli bir tarafga tushib, u yerdan ushqanligini ko'rib, u yerda bir hayotlikning borligini faraz qilishib, u yerga 2 kishi avatdi. Ular Zamzam suyini ko'rib, Hajar onamizdan: "Bu yerga yerlashsak bo'lamdi?" deb so'radi. Hajar onamiz suvga igdorchilik qilib olmaslik sharti bilan ruxsat berdi. Shunda qilib, Makkaga tunji yerlashgan qabila Jurhum qabilasi bo'ldi. Qurbon imtihoni. İbrahim alayhissalom Babildan Shamga qarab yo'lga chiqqanida, İbrahim aytdi: "Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi. Parvardigorim, menga bir yaxshi farzand ato qilgin. Bu yerda qalbdan, ya'ni ich olimidan eng ulug' do'stda to'g'ri bir vuslat safarining ishorati bor." Oyatning davomida Hazrat İsmoilning xush xabari va qurbonlik qilish voqeasi mundaq bayon qilinadi: "Biz İbrahimga nihoyat muloyim bir o'g'il bilan xush xabar berdik. U İbrahimning ish kuchlariga yorug'dak bo'lgan chig'ida: İbrahim, o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga, ya'ni amr qilinib tushaptiman. Ya'ni payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab boqqina, sening qandoq fikring bor?" dedi. U aytdi: "Ota, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Xudo xolisa, ya'ni uningga meni sabr qilg'uchi bilasan." Ikkisi Allohning amriga bo'ysundi. İbrahim uni, ya'ni o'g'lini bo'g'izlash uchun yon yotqizdi. Biz uningga: İbrahim, heliq tushni ishga oshirding, ya'ni tushingda buyurilganni bajo keltirding, deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qo'chqarni berdik. Keyingilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir." İbrahim alayhissalom Hajar onamiz bilan İsmoil alayhissalomni Makkada qo'yib ketgandan keyin Sara onamizning yoniga qaytib ketgan edi. Ba'zida ularni yo'qlab turadi. Bir qatam Makkada bir tush ko'rgan. Tushida oyatda bayon qilganidek İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilyotdi. İbrahim alayhissalom tushini shaytondanmidir yoki Rabbidanmidir deb shubhilanib qoldi. Lekin ayni tush 3 kun davomlashdi. Bu kunlar haj mavsumining Tavriya Arafa va Qurbon hayitining birinchi kuni edi.
Bir rivoyatda İbrahim alayhissalom Allah manga bir o'g'il bersa uni qurbonlik qilaman degan bu so'z sababidan imtihon qilindi. İbrahim alayhissalom Rabbidan kelgan ilohiy amrga asosan Hajar onamizga o'g'li Ismoilni yuyishni, go'zal xushpuroqlar chechishni aytib, uni bir do'stiga ilib boradiganligini aytdi. Hazrati Ismoilning yiniga bir yip va bir pichoq ilib olishni topalagan holda, o'g'lim, Allah rizosi uchun qurbonlik qilaman, dedi. Ata bola ikkovlan Arafatda hojilarning turadigan yerga qarab mangdi. Bu asnoda shayton inson shaklida Hajar onamizning yiniga kelib, "İbrahim, o'g'lingni nega ilib mangdi, bilamsan?" dedi. U do'stining yiniga ilib boradi, deb javob berdi. Shayton, "Undaq emas, bo'g'izlash uchun ilib ketdi", dedi. Hajar onamiz u o'g'ilni intayin yaxshi ko'rdi, deb qarashliq berdi. Shayton davomlashtirib, "Alloh amr qilganligi uchun bo'g'izlaydi ekan", deganida Hajar onamiz, "Agar Alloh taolo amr etgan bo'lsa, go'zaldir, tavakkul qilamiz", dedi. Hajar onamiz aldanmagandan keyin shayton Ismoil alayhissalomning yiniga bordi. Uningmi, "Dadang seni nega ilib boradi, bilamsan?" deb so'radi. Ismoil alayhissalom, "Do'stini ziyorat qilish uchun", dedi. Shayton, "Undaq emas, seni bo'g'izlash uchun ilib mangdi. Rabbining o'ziga mushundaq amr qilganligini xiyol qilyotidi", dedi. Hazrati Ismoil javoban, "U amr qilgan bo'lsa, xushallik bilan o'rindaymiz", deb shaytonni tosh etib qo'g'ildi. Shayton Ismoil alayhissalomni oldiyolmagandan keyin bu qatim İbrahim alayhissalomga qaytdi. İbrahim, o'g'lingni nega ilib ketyapsan? Shayton seni tushingda aldabdi. U tush shaytondindir", dedi. İbrahim alayhissalom, "Shayton degan o'zing, darhol yonimdan jiroqlash", dedi. Qo'liga 7 tal tosh ilib 3 ayrim yerda shaytonga otdi. Hojilarning shaytonga tosh etishi shuningdan e'tiboran boshlandi. Bu ahvol ularning tavakkul va taslimiyatining bir nishoni bo'lgan holda ummatiga namuna bo'ldi. İbrahim alayhissalom Ismoil alayhissalom bilan birlikda Minodin Arafat tarafga qarab manganda osmondagi butun farishtalar hayron qolgan holda bir-biriga "Subhanalloh, bir payg'ambarni qurbonlik qilish uchun elib ketyotidi", deyishdi. İbrahim alayhissalom o'g'li Ismoil alayhissalomga bu ishning haqiqatini bayon qildi. "O'g'lim, tushimda seni qurbonlik qilish bilan amr qilindim", dedi. Ismoil alayhissalom, "Dada, buni sana Alloh amr qildimi?" deb so'radi. İbrahim alayhissalom, "Shundoq", dedi. Ismoil alayhissalom, "Dada, sen nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ado qilgin. Alloh xolisa men sabr qilaman", deb jinini pido qilganligini aytdi. Dadasini xotirjam qilgandan keyin, dada, Nimrod seni o'tqa atqinida sen sabr qilgan eding. Alloh sendan rozi bo'ldi. Men qurbonlik qilinishimga rozi bo'laman. Alloh xolisa buning uchun sabr qilaman. Sendan ayrim Rabbimga, dunyo ne'matlaridan ayrim jannatga erishiman. Mening qayg'um o'z qo'ling bilan qurbonlik qilgan o'g'ling uchun avlod ochchig'ini bir umr unutilmasligingdir. Dada, kashki bir oz burun degan bo'lsang, onam bilan vidolashib olgan bo'latdim", dedi. İbrahim alayhissalom, "O'g'lim, onangning e'tiroz qilishidan ansirdim", dedi. U vaqt Ismoil alayhissalom tehi 7 yoki 15 yoshlarida edi. Rivoyatlarda aytilishicha, Alloh taolo İbrahim alayhissalomga osmon va zaminni ko'rsatgan chig'ida İbrahim alayhissalom Allohga qarshi isyon qilayotgan birsini ko'rdi. İbrahim alayhissalom u odamning halok bo'lishi uchun Allohga duo qildi. Alloh taolo uni halok qildi. Boshqa birsini ko'rib, uning uchunmi badduo qildi. Ummu halok bo'ldi. Yana bir isyonkorni ko'rib, uningmi halok bo'lishi uchun duo qildi. Ummu halok bo'ldi. Bu shaklda bir qancha kishi halok bo'ldi. Buning ustiga Alloh taolo İbrahim alayhissalomga mundaq vahiy qildi. İbrahim, sen mutlaq duosi qabul qilingan bir zotdirsan.
qullarimning halok bo'lishi uchun menga duo qilmag'in. Chunki ularning mening yonimda 3 turlik alohidligi bor. Birinchi, inson balki qilgan xatoligi uchun tavba qilishi mumkin. Menmo tavbasini qabul qilishim mumkin. Ikkinchi, yoki uning naslidan meni zikr qiladigan bir avlod kelishi mumkin. Uchinchi, yoki qiyomat kuni uni xohlasam mag'firat qilishim yoki jazolashim mumkin. Bayon qilinadiki, Alloh taolaning Ibrohim alayhisalomga o'g'ilni qurbonlik qilishga amr qilinishining bir sababi yuqoridagi vaqalikda aytganidek, Ibrohim alayhisalomning osiy qullarga bo'lgan marhamatining oz bo'lishidir. Boshqa bir rivoyatda mundaq zikr qilinadi. Ibrohimning, ya'ni tavhid borasida qat'iy ishonuvchilardan bo'lishi uchun, ya'ni uningga otasi bilan qavmning gumrohligini ko'rsatganimizdek, biz İbrahimga osmonlarning, zaminning ajoyiblarini ko'rsatdik. Bu oyatga asosan İbrahim alayhisalom har kecha osmonga chiqarildi. Bir kecha osmonga chiqarilganda yomon amal qilgan bir gunohkorni ko'rib, mundaq dedi: "Ey Rabbim, bu odam sening bergan rizqingdan yeydi va sening zaminingda yuriydi. Shundaq turib, yana sening amringni qilmaydi. Uni halok qilgin." dedi. Allah Taala u kishini halok qildi. Boshqa bir gunohkorni ko'rib, unimi halok qilishni xohlaganida shundaq nido qilindi: "Ey Ibrohim, qullarimni halok qilishdan voz kech. Ularga muhlat berib, siliqroq muomala qil. Chunki men ularning isyonlarini doim ko'rib turaman, ammo halok qilmayman." İbrahim alayhisalom yerga tushganda Qur'on Karimda zikr qilingan tush o'ziga ko'rsatildi. Avlodining buyuk taslimiyat ichida nimaga buyurilgan bo'lsang, uni bajo keltir degandan keyin Halilulloh o'g'ilni bo'g'izlash uchun tayyorlik qildi va o'g'liga pichoqni ilib mundaq dedi: "Ey Rabbim, bu mening o'g'limdir, qalbimning mevasidir va menga insonlarning eng suyumligidir." Bu asnoda mundaq bir nido keldi: "Sen mening qulimning halok bo'lishini xohlagan kechini asildingmi? Sen o'g'lingga shafqatlik bo'lganingdek, menmi qullarim uchun shafqatlik va mehribon ekanligimni bilamsan? Sen mendan qulimning halok bo'lishini talab qilgan eding. Menmi hozir sendan o'g'lingni qurbonlik qilishingni xohlayman." Allohning buyrug'i bilan qurbonlik bo'lgan İsmoil alayhisalom İbrahim alayhisalomga mundaq dedi: "Ey shafqatli dada, bir qancha talabim bor. Birinchi, qo'lim va oyoqlarimni ching bog'la. Jon og'riqida vaqirab, bir nuqsonlik qilib solmay. Ikkinchi, kiyimingning peshini yig'ib ol. Ustingga qinim chachirmasin. Uchinchi, jon oson chiqish va sening qiynalmasliging uchun pichiqing o'tkir bo'lsin. To'rtinchi, pichoq solganda yuzimga qarama. Balki dadiliq shafqati kelib, marhamat ko'rsatib, chidiyolmay Allohning amrini kechiktirib qo'ysan. Beshinchi, ko'nglimni onamga ilib bor. Tasalli topsin. Uningga o'g'ling shafoatchi bo'lgan holda Allohning huzuriga ketdi dersan." İbrahim alayhisalom bu so'zlarni anglab, ko'zidan yoshlar to'kilib, ko'p yig'ladi va: "O'g'lim, sen menga Allohning amr qilgan bu ishida yaxshi yordamchi bo'lding" deb qo'llarini ichib, "Ey Rabbim, menga bu ahvolim uchun sabr ato qilgin. Yashanganligim sababi bilan menga rahmat qil" deb duo qildi. İsmoil alayhisalommo: "Ey Rabbim, bu ishda menga sabr va bardoshlik bergin" deb duo qildi. İsmoil alayhisalom bir ozdan keyin: "Dada, osmonning eshiklari ochildi. Farishtalar hayronlik ichida Allohga sajda qilyotdi. Ey Rabbim, sening rizoliqing uchun bir payg'ambarni bo'g'izlash oldida sen ularga marhamat qil" deb duo qilyotdi dedi. Orqasidan: "Dada, muhabbatning sharti amirni kechiktirmaslikdir. Buyruqni ijro qil" deb dadasiga g'ayrat berdi. İbrahim alayhisalom İsmoil alayhisalomni yerga yotqizib: "Ey o'g'lim, qiyomatga qadar sana va'da bo'lsin. Qayta ko'rish qiyomatda" deb
pichoqni quvvat bilan İsmoil alayhissalomning bo'g'ziga urdi. U asnoda Alloh taolo Jibril alayhissalomga yetish, pichoqni dum qil dedi. Jibril alayhissalom darhol sidratdan kelib pichoqni dum qildi. İbrahim alayhissalom yana pichoqni quvvat bilan urdi. Pichoq yana o'tmadi. Alloh taolo İbrahim alayhissalom haqiqatan ko'rsatgan tushini tasdiqladi va sadoqat ko'rsatdi, dedi. Uningdan keyin ilohiy amr bilan Jibril alayhissalom u vaqtda jannatdan bir qo'shqar tushirib takbir aytdi. Allohu akbar. İbrahim alayhissalom bu takbirni anglab, uningga agishib takbir aytdi. La ilaha illallahu vallahu akbar. İsmoil alayhissalom mu Allohu akbar va lillahil hamdu dedi. Buning bilan Arafat kuni namoz bomdoddan boshlab, Hetning 4-kuni namoz asrgichilik davomlashgan tashriq takbiri tamomlandi. Ota bola shukr qilgan holda uyga qaytdi. Hajar onamiz bilan İsmoil alayhissalom quchoqlashib ko'rishdi. İbrahim alayhissalom qayta Sara onamizning yoniga qaytib ketdi. İbrahim alayhissalom o'tqa tashlanib nafsidan, qurbonlik amri bilan avlodidan imtihon qilindi. Tavakkul va taslimiyat uni har ishki imtihondan o'tishga sababchi bo'ldi. Navbat mol dunyodan imtihon berishga keldi. Bir rivoyatda İbrahim alayhissalomning 12 mingdan ortiq chorvasi bo'lib, bu hayvonlarni muhofazat qiladigan ko'pligan itlari bor edi. Dunyoga ram bo'lganlarga haqorat bo'lsin deb itlarning bo'yniga oltindan tasma taqaytdi. Jibril alayhissalom inson suratida keldi. Bu chorvalar kimning deb so'radi. İbrahim alayhissalom Rabbimning, men bo'lsam omonatchisi dedi. Jibril alayhissalom menga satamsan dedi. İbrahim alayhissalom Rabbimni bir qatim zikr qilgin, 3ta birini 3 qatim zikr qilgin, hammasini senga beray dedi. Jibril alayhissalom Subbuhun quddusun Robbuna va Rabbul malaikati va ruhi dedi. İbrahim alayhissalom al, hammasi sening, ilib ket dedi. Jibril alayhissalom men bo'lsam farishta, ololmayman dedi. Buning bilan İbrahim alayhissalom sen farishta bo'lsang, men Allohning xalili, ya'ni do'sti, berginimni qaytirib ololmayman dedi. Natijada İbrahim alayhissalom chorvalarini sotdi. Kang bir yer ilib musulmonlarning foydalanishi uchun vaqf qildi. Buning bilan vaqf İbrahim alayhissalom bilan boshlandi. Allohning xalili bo'lgan İbrahim alayhissalom Alloh uchun butun mol mulkini pido qilib, meli bilan imtihon qilinib, haqiqiy do'st, xalil ekanligini isbotladi. İbrahim alayhissalomning bu alohidligi Qur'on Karimda mundaq bayon qilinadi. O'z vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amrlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. İshaq alayhissalomning dunyoga kelishi. İbrahim alayhissalom Robbiga bergan va'dasiga sadoqat ko'rsatib, o'g'ilni qurbonlik qilishga rozi bo'lganligi uchun Alloh taolo uning yoshinib qolgan bo'lsa-mu, mukofotlagan holda yana bir o'g'il ato qildi. Oyatda bu ilohiy ihson mundaq bayon qilinadi. Uningga biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan İshaq bilan xush xabar berdik. İbrahimga va İshaqqa dinning va dunyoning barakatlarini ato qildik. Ularning nasldan yaxshi ish qiluvchilarmi, gunoh va kufri bilan o'ziga oshkora zulm qilg'uvchilarmi chiqdi. U zamon İbrahim alayhissalom 120 yoshda, Sara onamiz 90 yoki 99 yoshlarda edi. İbn Abbosning rivoyat qilishicha, Jibril alayhissalom bilan birlikda bir to'p farishta İbrahim alayhissalomga İshaq alayhissalomning kelish xush xabarini berib, uni xursand qildi. U yerdan Lut alayhissalomning qavmini halok qilish uchun ketdi. Farishtalar İbrahim alayhissalomni ziyorat qilish uchun inson suratida keldi. İbrahim alayhissalom ularning oldiga mo'zay go'sht akeldi. Lekin ular bu go'shtdan yemidi. İbrahim alayhissalom u vaqtda ularning farishta ekanligini bildi. Uningga İshaq alayhissalomning xush xabarini berishdan burun bir oz andisha qilgan holda Allohning g'azabini keltirgan bir voqea bo'ldimi?
yoki mening qavmimni halok qilish uchun keldimi deb andisha qilgan holda ularning haqiqiy farishta bo'lib bo'lmaganligini bilish uchun takror holda tomoq yemamsizlar deganida ular biz haqsiz yemaymiz dedi. Buning bilan İbrahim alayhissalom boshda bismillah, oxirida alhamdulillah dedi. Farishtalar haqiqiy xalil, Allohning do'sti deyishdi. Keynidan İbrahim alayhissalomga andish qilma İbrahim, biz bu yerdan Lut alayhissalomning qavmiga berib, ularni halok qilamiz dedi. Shuning bilan ularning kelishi va tomoq yemasligining sababi aniqlandi. İbrahim alayhissalomning andishisi yo'qolgandan keyin farishtalar tarafidan Isoq alayhissalom va Yoqub alayhissalomning xush xabari berildi. Bu so'zlarni Sara onamiz parda orqasidan anglab turardi. Sara onamiz ustun bir adab axloq va hayoliq bir ayol bo'lganligi uchun qo'llari bilan yuzini itib oldi. Yo'ldoshining va o'zining yashinib qolganligi sababi bilan bu xush xabardan hayron qoldi. Farishtalar bo'lsa, sen Allohning amriga va taqdiriga hayron qilyapsan, dedi. İbrahim alayhissalom bu xush xabardan xursand bo'lib, Lut qavmining halok bo'lganligini, buningdan mu'minlarning mustasno ekanligini bilmaganligi uchun ko'ngli yerim bo'lgan holda azobning ko'tarilib ketishi uchun duo qilmoqchi bo'lganida, farishtalar bu vaqtda duoning foyda bermaydiganligi, bu azobning yolg'iz kofirlarga keladiganligini aytdi. Shuning bilan İbrahim alayhissalomning ko'ngli xotirjam bo'ldi. Bu voqea Qur'on Karimda mundaq bayon qilinadi. Shubsizki bizning elchimiz, ya'ni farishtalar İbrahimga xush xabar elib keldi. Ular sana omonlik tilaymiz, dedi. İbrahim, sizlarga omonlik tilayman, dedi. U uzoq qolmay bir mo'zayni kavob qilib elib keldi. Ibn Abbosdan rivoyat qilishicha, kelganlar Jibril va uning bilan birga kelgan farishtalar edi. Bu ikki farishtaning Mikail va Isrofil ekanligi rivoyat qilinadi. Ularning, ya'ni farishtalarning uningga qo'l uzatmaganligini ko'rib, ularni xush ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular, qo'rqmag'in, biz Rabbingning farishtalari, tomoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lutning qavmini halok qilish uchun avatildik, dedi. Uning ayoli, ya'ni Sara, bir tarafda turib Lut qavmining halok bo'lganligidan xushallanib kuldi. Biz uningga, ya'ni Saraga Isoq otliq bolasi bo'ladiganligi bilan va Isoqdan keyin keladigan Yoqub otliq navrisi bo'ladiganligi bilan xush xabar berdik. U, ya'ni Sara, "Yey, men bir mo'may tursam, erim bir bo'vay tursa, tug'amdiman? Bu haqiqatan qiziqish-ku", dedi. Ular Allohning amridan, ya'ni qudratidan ajablanamsizlar? Allohning rahmati va barakati sizlarning oilanglarga, ya'ni İbrahimning oilasiga nozil bo'lsin. Alloh haqiqatan madhiyalashga loyiqdir, ulug'lashga loyiqdir, dedi. İbrahimdan qo'rqinch yo'qolgan hamda xush xabar unga yetgan holda u biz bilan Lutning qavmi to'g'risida munozirlashishga kirishdi. İbrahim alayhissalom inkorchilarga keladigan umumiy falokat va azobning Lut alayhissalom bilan uningga agashganlarningmi o'z ichiga elinishidan andish qilgan edi. Bu sababdan azobning ko'tarilishi uchun Allohga yolvordi. İbrahim bo'lsa, haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p oqcha kuchi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qilguvchi zotdir. Bu oyatda İbrahim alayhissalomning 3 muhim sifati zikr qilindi. Halim, ko'p sabr qilish va xatolik o'tkazgan kishilardan darhol intiqom olmay, sabr va bardoshlik ko'rsatishdir. Avvah, ahu faryodi ko'p bo'lib, insonlarning yomon ahvoli va ichinishlik oqibatiga afsuslanishdir. Munib, Allohga qalbi bilan yo'nalguchidir. İbrahim alayhissalom butun ishlarda Alloh taologa murojaat qilib, uningga ishongan holda uningga taynatdi. İbrahim alayhissalom burun osmonga chiqarilganida osiylarga qilgan halok duosi tufaylidan voqea bo'lgan ilohiy ogohlantirish natijasida qalbi qullarga bo'lgan muhabbat bilan to'lgan edi.
Bu sababdan Lut qavmiga kelmoqchi bo'lgan ilohiy azobning ko'tarilishi uchun duo qildi. Faqat Lut qavmi ilohiy rahmatga butunlay orqasini qildi va shu darajada ozdiki, azobning kelishi taqdir qilindi. Chunki ular azobning kelishini qat'iylik bilan orzu qilishgan bo'lib, buning uchun qo'lidan kelishicha askiliklarni davomlashtirdi. Hatto sap insonlarni orasida ko'rishni xohlamay, sap insonlar oramizdan chiqsin degan edi. Bu sababdan farishtalar aytdi: Ibrohim, buni ya'ni Lut qavmi to'g'risida munozirlashishni qo'yg'in. Shubhisizki, farishtalarning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlash yoki shafaat qilish bilan qaytarg'ili bo'lmaydigan azob tushidi. Bu haqiqatan Ziyorat surasining 24-30 oyatlarida ahamiyatga asosan o'xshamaydigan bir uslubda bayon qilindi. İbrahim alayhissalomning ayrim bir sifati musofirparvarligi edi. Kelib ketgan kishilarni yeb ichkizatdi. Bu sababdan laqami Abul Adiyab musofirlar otisidir. U musofirni intayin yaxshi ko'radigan, ko'p ikrom qiladigan, sehiy va sharaflik bir payg'ambar edi. Hatto musofir kelmagan kunlari yo'lga chiqib, musofir izlab yo'ldan o'tgan musofirlarni uyga taklif qilib mehmon qilatdi. Musofirparvarlik payg'ambar sifatidir. Yemek va ichmakda normal bo'lishga diqqat qilish bilan birlikda musofirga ikrom va musofirlikda yeyilgan yemeklikda isrof yo'qdir. Faqat ikrom da'vatining dunyoviy va nafsoniy manfaat tushunchasidan yiroq, lilloh, Alloh uchun bo'lishi zarurdir. İbrahim alayhissalomning Ismoil alayhissalomni ziyorat qilishi. Ismoil alayhissalom Jurhum qabilasidan bo'lgan bir qiz bilan o'ylandi. Hammaylar tarafidan yaxshi ko'rilib, izzat ko'rdi. Ulardan arabcha o'rgandi. Onasi Hajar onamiz 99 yoshida vafot bo'ldi. Ka'baning yeniga Hijr mavqiga dafn qilindi. Hadis sharifda İbrahim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomni ziyorat qilganligi mundaq bayon qilinadi. Ismoil alayhissalom to'y qilgandan keyin İbrahim alayhissalom o'g'lini ko'rish uchun keldi. Lekin Ismoil alayhissalom uyda yo'q edi. Xonimidan so'radi. Xonimi rizq tepish uchun sirtga chiqib ketdi deb javob berdi. İbrahim alayhissalom turmush ahvolingiz qandoq deb so'radi. Hazrati Ismoilning xonimi qattiqchilik va qiyinchilik ichida ahvolimiz intayin nachar deb javob berdi. İbrahim alayhissalom yo'ldoshingiz qaytib kelganda mendan salom ayting. Ishikning bu so'g'isini almashtirib etsin dedi. Ismoil alayhissalom qaytib kelganida uyning ichida his qilgan go'zal xushburg'idan dadasining kelib ketganligini farq etgan holda uyga birisi keldimi deb so'radi. Xonimi: "Ha, yashangan bir zot keldi. Mendan seni so'radi." Javob berdim. Turmush ahvolimizni so'radi. Men qattiqchilik va qiyinchilikda ekanligimizni aytdim dedi. Ismoil alayhissalom vasiyat qilib bir narsa dedimi deb so'radi. U sana salom aytib qo'yishimni va ishikning bu so'g'isini almashtirib etsin deyishimni tanbih qildi dedi. Bu so'zlardan nima demoqchi bo'lganligini tushungan Ismoil alayhissalom xonimiga: "U kelgan, yashangan zot mening dadam bo'ladi. Menga sendan ayrilishimni amr qilibdi. Sen endi uyingga qaytib ketsang bo'ladi" degan holda uydan chiqib ketdi. Jurhum qabilasidan boshqa bir ayol bilan to'y qildi. İbrahim alayhissalom Alloh xohlagan bir muddatdan keyin kelganida Ismoil alayhissalom uyda yo'q edi. Ismoil alayhissalomning yangi to'y qilgan xonimining yiniga berib, Ismoil alayhissalomni so'radi. Xonimi rizq tepish uchun sirtqa chiqib ketganligini aytdi. İbrahim alayhissalom: "Ahvolingiz qandoq? Turmush ahvolingiz yaxshimi?" deb so'radi. Ismoil alayhissalomning xonimi: "Alhamdulillah, biz baxt, saodat va mullik ichida yashayapmiz" deb Allohga hamd va sano aytdi. İbrahim alayhissalom: "Nima yeb, nima ichsizlar?" deb so'radi. Ayoli: "Go'sht yeb, suv ichimiz" dedi. İbrahim alayhissalom: "Rabbim, bularning go'sht va suvlarini muborak qilgin.
rizqini barakatli qilgin deb duo qildi. Uningdan keyin İsmoil alayhissalomning xonimiga yo'llashingga mendan salom aytqin. Ishikning bu so'g'isini mahkam tutsin dedi. İsmoil alayhissalom uyga qaytib kelganida yana uydagi xushpuroqdan dadasining kelganligini his qilib xonimiga uyga kelgan bo'ldimi deb so'radi. Xonimi ha nur yuzlik bir yashangan zot keldi deb İbrahim alayhissalomni madhilidi va mundaq dedi. Sizni so'radi. Men rizq tepish uchun sirtqa chiqib ketdi dedim. Turmushingiz qandaq deb so'radi. Men baxt saodat ichida deb javob berdim dedi. İsmoil alayhissalom sana bir narsa vasiyat qildimi deb so'radi. Xonimi ha u muhtaram zot sana salom aytishimni va ishikning bu so'g'isini mahkam tutsin deb amr qildi dedi. İsmoil alayhissalom u bo'lsa mening dadamdir. Sen bo'lsang uyimning sharaflik bo'sug'idursan. Dadam seni xo'sh tutishimni va yaxshi o'tishimni amr qilibdi dedi. Bu qissadan shuni ko'rib olg'ili bo'ladi-ki, shukr ne'matning ko'payishiga va davomlashishiga vasila bo'ladi. Ne'matlarni oz ko'rib shikoyat qilish bo'lsa, nonko'rlikdir. Natijasi ne'matning oziyishi, mahrum qilish va ziyon tortishdir.